Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan beldagi va oyoqdagi og'riqlar haqida, qachon neyrojarrohga, qachon travmatologga murojaat qilish kerakligi haqida suhbatlashamiz. Hurmatli obunachilar, tanishtirib o'tishimiz kerak. Bu hamkasbim Umarov Davron Ali, neyrojarroh, oliy toifali shifokor. Meni ismim Rahmonov Jamolxon, travmatolog ortopedman. Asosan tizza bo'g'imi va son chanoq bo'g'imidagi jarrohlik amaliyotlari bilan shug'ullanaman. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan oyoqdagi og'riqlar haqida neyrojarroh sifatida yondashib suhbat o'tkazib beramiz. Assalomu alaykum Davron aka. Assalomu alaykum Jamolxon. Bilamizki, beldagi og'riq bu har doim bel bilan bog'liq bo'ladi, lekin dumba sohasidagi, ya'ni yonbosh sohasidagi, son va boldir sohasidagi, tizza sohasidagi og'riqlar ko'pincha bemorlarni chalg'itib qo'yadi. Bunga asosiy sabab chunki ham beldagi, ham tizzadagi og'riqlar bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi belgilari nisbatan. Sizga mana ko'p keladi bemorlar, menga ham ko'p keladi. Son chanoq va yonbosh, ya'ni dumba sohasidagi og'riqni bir-biri bilan chalkashtirib, ko'pchilik travmatologda, na samom dele, neyrojarrohda bemori, lekin neyrojarrohda bemor bo'lsa, adashib travmatologga keladi va bekordan bekorga vaqtlarini, mablag'larini sarflashadi. Mana sizga asosiy savol. Qachon dumbadagi og'riq bel, ya'ni o'sha nerv bilan bog'liq bo'ladi, qachonki son chanoq bo'g'im bilan bog'liq bo'ladi? To'g'ri Jamolxon. Aslida, ya'ni travmatologlarda kasali bo'lgan bemorlar ham bizga murojaat qilishadi, adashib. Bu ko'p uchraydigan holat. To'g'ri, bemorda shu bo'ksa sohasida va sonni yuqori qismlarida og'riq bo'lganda albatta ikki xil yondashuv kerak bo'ladi, ham travmatologicheskiy, ham nevroxirurgicheskiy. Qachon nevroxirurgga murojaat qilish kerak? Bu og'riq shu bo'ksani orqa sohasida bo'lib, sonni yuqori qismlarida bo'lib va u og'riqlar pastga yo'naladigan bo'lsa, harakatga bog'liq bo'lmasa, neyrojarrohga murojaat qilishlari kerak. To'g'ri. Qachonki dumba sohasidagi og'riq, dumbani orqa sohasida emas, orqa yuzasida emas, oldingi, ya'ni chov sohasida bo'lsa va sonni ichki yuzasi bilan tizza sohasiga tusha turgan bo'lsa, unda to'g'ri, u mani soham bo'ladi. Son chanoq sohasi, son chanoq bo'g'imiga bog'liq bo'lgan og'riq hisoblanadi. Hozirgi kunda bu ko'pincha asepticheskiy nekroz головки бедренной кости, ya'ni son suyagini boshchasidan aseptik nekrozi bilan bog'liq holatda chiqadi. To'g'ri, bundan tashqari muammolar ham bor, ya'ni son chanoq bo'g'imida yengil shamollashli yoki travmadan keyingi holatlarda ham shu og'riq kuzatiladi. To есть, aniqlik kiritib o'tishimiz kerakki, shu o'rinda agar dumba sohasi, ya'ni yonboshda orqasida va sonni tashqi yonlari bilan pastga tusha turgan bo'lsa, unda neyroxirurgga murojaat qilishingiz zarur. Agar chov sohasi, ya'ni son chanoq bo'g'imini oldi qismida, ya'ni dumba orqada, son chanoqda oldingi qismida og'rib, sonni ichki yuzasi, ya'ni oyoqni bir-biriga qaragan ichki tomonidan sekin pastga tusha turgan bo'lsa og'riq va harakatda kuchaya turgan bo'lsa, ya'ni yurgan sari og'riq kuchaya turgan bo'lsa, unda bu son chanoq bo'g'imi bilan bog'liq bo'lgan muammo hisoblanadi va siz travmatolog ortopedga murojaat qilishingiz zarur hisoblanadi. Va yana juda ko'p bemorlarimizda bo'ladigan narsa tizza sohasidagi og'riq. Ya'ni kim bilamizki, tizza bo'g'imidagi og'riq asosan yurganda to'g'ri kuchayadi, o'tirib turganda kuchayadi va tizza qopqog'i sohasida va tizzani ichki yuzasi, ya'ni tizza bo'g'imini bir-biriga qaragan yuzasida ko'p bo'ladi. Lekin bitta og'riq bor, juda ko'pchilikda bo'ladi shu narsa, tizzani tashqi yonboshidan boldirga qarab beradigan og'riq. Shu og'riq haqida nima deb o'ylaysiz? U tizzaga bog'liqmi yoki siz tomondan? Yo'q, bu albatta nervga bog'liq og'riq hisoblanadi. Bemorlar belida stenoz deymiz, ya'ni buni har xil aytganda torayish. Belda torayish, ya'ni stenoz kasalligi bo'lganda xuddi shunaqangi tizzadan boshlab to boldirgacha og'riq kuzatiladi. Bunday bemorlar ma'lum bir masofa o'tib yurgandan keyin bellarida va boldirlarida og'riq hisobiga o'tirib olish hissi ko'proq qiynaydi va o'tirgani joy qidirib qoladi bunday bemorlar. Bunda albatta neyrojarrohga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Ko'p bemorlarimiz keladi, shifokor bilan maslahatlashmagan holatda tizza bo'g'imlarini MRT qildirib kelishadi yo boshqa tekshiruv qildirib kelishadi-da, doktor ko'rib bering. Vaholanki MRT toza bo'ladi. Bunda bemorlarning bitta xatosi shu shifokordan bemaslahat tekshiruvga borishganlari bo'ladi. Ortiqcha mablag' sarflash. Ortiqcha mablag' sarf bo'ladi. Vaqt va mablag'. Keyin meni bilishim bo'yicha stenozning yana bir asosiy belgisi uvishish kuchayib ketadi. Oyog'i xuddi yo'g'ib qolgandek bo'ladi. O'sha ko'p, misol uchun 500 metr 1 kilometr yurgandan keyin tizzamdan past xuddi yo'g'ib qolgandek bo'ladi deyshadi. Bu ham o'sha stenozning belgilaridan biri. Stenozning belgilari.
To'g'ri. Bunday kasallarimiz Jamolxon aytishadi. Ilgari doktor deydi 1 kilometrga borib, keyin dam olardi. Endi 1 kilometr yurganimdan keyin belda shu boldida og'riq, uvishish kuchayib ketadi. Beixtiyor o'tirgani joy izlab qolaman. O'tiraman, mana bir vaqtdan keyin og'riqlarim qo'yaveradi, yana davom etadi. Vaqt o'tgan sari bu masofa qisqarib boradi. 6 oy oldin 1 kilometr yurgan bo'lsa, endi u bemorning yurishi 500 metrga tushadi. Sabab beldagi stenoz, ya'ni torayish dardni jiddiylashib ketishi. Ming afsus, bizni ko'p bemorlarimiz vaqtida kelmaydi. To'g'ri. O'sha masofa 10-15 metrga tushgandan keyin keladi. Chunki sababini aytaman. Misol uchun xuddi shu shikoyat bilan agar birinchi zvenoda o'tirgan shifokorga murojaat qilinsa, ya'ni tor mutaxassis emas, birinchi zvenoda o'tirgan mutaxassisga murojaat qilishadigan bo'lsa, juda ko'p hollarda og'riq qoldiruvchi va bir qancha yana qo'shimcha dorilar yordamida ular vaqtinchalik simptomatik davo olishadi va yengillik his qilgandek bo'lishadi. Lekin afsuski bu orqali kasallikning asosiy sababini faqat yashirishga erishgan bo'lishadi xolos. U esa dorilar fonida kasallikning asosiy sababi, ya'ni stenoz yoki grija, bu yana ham rivojlanib ketib turib, birovlar oxiri yakuniy, ya'ni oxirgi darajasida biz oldimizga kelishadi. To'g'ri, Jamolxon, shu jarrohlik amaliyotiga kelib qoladi bemor o'zi bilmagan holatda. Mana hozir mana shu yerda bir qiziq narsa aytib ketishim kerak. Men ya'ni shu tor mutaxassislik nevrojarrohlikni olishdan oldin qishloq vrachlik punktida ishlaganman 7 oy. O'sha yerda o'tirib, men bemorga MRT tekshiruvi buyursam, ko'p bemorlar mendan xafa bo'lishardi. Doktor, bu bunaqangi jiddiy, qimmat tekshiruv kerakmi? Kerakmi? Dori yozib berib qo'ying. Ha, to'g'ri. Bu xuddi hozir aytganingizdek juda ko'p o'sha O'zbekiston vatanimiz juda ko'p chekkasida ommalashgan. Qachon bemor bunaqangi katta tekshiruvlarga og'riq kuchayib, kechqurunda o'sha xotirjam uyqular yo'qolib, yurish 5-10 metr, 20 metrga kelgandan keyin buni tekshiruvlarga rozi bo'ladi. Biz asosiy kamchiligimiz ham shunda deb o'ylayman. Misol uchun agar boshqa rivojlangan davlatlar misolda oladigan bo'lsak, har 6 oyda uni boshi og'riydimi, og'rimaydimi, beli og'riydimi, og'rimaydimi, har 6 oyga ko'rikdan vaqtida o'tadi. Menimcha, bizning kamchiligimiz shunda. Yondashuv har xil. Chunki bemorlarda o'zida birinchi zvenodagi shifokorlar bilan tor mutaxassisdagi shifokorlarda bergan yo'riqnomasiga yondashuv har xil. Compliance deb gapiramiz buni, ya'ni bemorni sizga o'sha topshirgan topshiriqlaringizni bajarishga yondashuvi, ya'ni kim o'sha topshiriqni o'z vaqtida bajarishga qanday desa bo'ladi, sodiqligi, yondashuv har xil. Ular ko'p hollarda ma'lum bir shifokorni gapini birini ikki qilmasdan joy-joyida bajarishadi. Ma'lum bir shifokorning aytganini, to'g'risi bu quloqdan kirib, u quloqdan chiqib ketadi. Mana shu narsa noto'g'ri. Hech qaysi shifokor bemor uchun yomon bo'lgan narsani taklif qilmaydi albatta. Yomonlik ravo ko'rmaydi. To'g'ri. Yana misol shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak. Meni o'zimda ham yana sizning neyroxirurgik kasallar bilan chalkashadigan bitta kasalligimiz bor. Uni конечно faqat MRT ko'rsatib beradi. Medial meniskni orqa ildizini uzilishi. Bunda tizzani orqa sohasida sanchiqli og'riq bo'ladi. Tizza bo'g'imini orqa sohasida tortilgan og'riq bo'ladi, где-то bir qarich atrofidagi joyda. Endi nevrologik og'riqlarda ham shu tizzani orqasida tortishli og'riq bo'ladi, lekin bitta simptomida farqi bor. Orqa ildiz uzilgan bo'lsa, tizzani nisbatan yon tomoniga ham qo'shiladi. Nevrologikda faqat orqasida og'riq bo'ladi, meni bilishim bo'yicha. Va simptomatik belgini yana bitta tekshiruv usuli medial menisk, ya'ni tizzani ichki tomonida qo'l bilan o'sha orqa shoxiga yaqin qismini bitta bosilganda kuchli og'riq chaqiradi. Shu o'rinda eng avvalo agar tizza bo'g'imini orqa qismida tortuvchi og'riq bo'lsa, baribir birinchi o'rinda tizzani ham tomografiya qilishni taklif qilaman har doim bemorlarga. Agar tizza bo'g'imi sog' chiqadigan bo'lsa, MRTda har doim disklarni ko'rib, sog' chiqadigan bo'lsa, undan keyin men neyroxirurgga jo'nataman. Nimaga? Chunki u bemorda katta ehtimol bilan o'sha men tomonidan исключить qildimmi, ya'ni kim istisno qildimmi medial menisk jarohatini, endi значит unda faqat nerv qolyapti. Ba'zi bir holatlarda shunga o'xshash holatlarda biz faqat magnitniy rezonansniy tomografiya, ya'ni MRT natijasiga asoslanib qolamiz. Bu orqali
to'g'ri, bemorda ozgina vaqtini, mablag'ini ko'proq talab qilishimiz mumkin, lekin to'liq, to'g'ri tashxis qo'yishga erisha olamiz. Tizza bo'g'imni orqasidagi tortuvchi og'riqda bo'ladi. Endi tizza bo'g'imida ko'pincha o'sha asosiy belgi shu. Boya aytib o'tganimdek, tizza qopqog'ida, tizzaning ichki sohasida og'riq bo'ladi. Yurgan sari kuchayadi, o'tirib turganda og'riq kuchayib ketadi va keyin yana bundan tashqari shu o'tirib turganda tizzam qirsillab chiqib ketganday bo'ladi yoki qaltis harakat qilganda tizzam chiqib ketganday bo'ladi. Bu chista tizzani og'rig'i bilan bog'liq bo'ladi. Endi yana bitta holatlar bor. Tizzadan pastida boldirlargacha, tovongacha, barmoqlargacha tortib beradigan og'riq. Bu stenoz emas, ba'zi grijada ham bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Bizda bir ajoyib tushuncha bor. Bemorlar keldi. Grijasi bor. Endi bel sohasi haqida gaplashadigan bo'lsak, 5 ta bel umurtqasi bor deymiz. 5 ta bel umurtqasida alohida, ya'ni ikkita umurtqa o'rtasidagi amortizator disk joylashgan bo'ladi, soddaroq aytganda. U qaysi disk kasal bo'lib, grija qaysi o'ravendan chiqishiga qarab turib, bemorda og'riqning joylari, ya'ni og'riq joylashgan sohalar har xil bo'ladi. Ya'ni agar shu grija birinchi va ikkinchi bel umurtqalar orasidan chiqadigan bo'lsa, bunday bemorlarimiz boyaga aytganimizdek, sonda oldingi yuzasi va sonda ichki yuzasidagi og'riqlarga shikoyat qiladi. Agar beldagi grija nisbatan pastroqda, ya'ni 4 va 5-bel umurtqalari orasidan chiqib keladigan bo'lsa, bunday bemorlar og'riqda doktor, meni og'rig'im shu belimdan boshlanadi, oyog'imni tashqi yuzasi bilan to barmoqlarimni uchigacha og'riq bo'ladi. Ana endi 5-bel va 1-dumg'aza o'rtasidagi diskdan chiqadigan nervlarda qisilish, ya'ni grija hisobiga qisilish bo'ladigan bo'lsa, patologiya shu yerga joylashgan bo'lsa, bunday bemorlar doktor, og'riq belimdan oyog'imni orqa sohasi bo'ylab bitta ip yurgandek barmoqlarimgacha, tovonimgacha uvushadi deb shikoyat qiladi. Oyoqda o'rtasida ip tortib turgandek shikoyat qiladi. Buni bemorlar keyin so'raymiz. Kechirasiz, yo'talganingizda, aksirganingizda belingizda og'riq bormi deymiz. Og'riq bor deydi. Ma'lum bir masofaga yurganingizdan keyin oyoqdagi og'riq kuchayib ketyaptimi? Ha, doktor, kuchayib ketyapti. Ular ajablanishni boshlaydi-da.